Assalomu alaykum Minecraft'chilar. Sizlar bilan Mirzo Minecraft. Xullas, biz bu videoda olmos qidirib topamiz va olmosli to'liq set qilamiz. O'tgan videolarda qilolmadik. Mir yaratayotgan edim. Agar videomni ko'rgan bo'lsanglar, mir yaratayotib turdim. U telefonim Sibros bo'lib ketgani tufayli mirlar hamma yo'q o'chib ketdi. Biz videoni boshladik. Xullas, shunaqa bo'ldi, shishlar bo'lib ketdi. U millar hamma yo'g'im o'chib ketdi. Yaratgan millarim hamma yo'g'im o'chib ketdi. Xullas, biz boshqa ochdik. Okey, birinchi o'rinda biz daraxt qazib olishimiz kerak. Birinchi topor yasab olib, keyin toporda daraxt qazib olamiz. Birinchi o'rinda kirka, keyin esa topor. Bo'ldi. Bizga ko'p daraxt kerak bo'ladi. G'orga tushganimizda shuning uchun ko'proq olamiz. Bo'ldi, mana do'stlar, biz daraxt oldik. Endi qo'yni o'ldiramiz. Nimagadir omadim kelyapti. Qo'ylar, mollar ko'p chiqyapti. Qonim ochmaydigan bo'lar shekilli menimcha. Okey, bo'ldi. Divan ham tezroq yasaymiz shekilli. Yavla toporim sinib qoldi. Biza g'or topishimiz kerak o'zi. G'orga tushish kerak. Molni ham o'ldirish kerak. Molni go'shtlar albatta kerak bo'ladi. To'xta, birinchi topor yasaylik. 8 marta urib yuramiz bo'lmasam, vaqtimizni o'tkazib. Molni ham. Bo'ldi. Okey. Ana bo'ldi. Do'stlar, endi g'orga tushishimiz kerak biz. Mana g'orga ham tushib qoldik. Necha qoldi? Okey, ko'mir bor ekan. Ko'mirni olamiz. Birinchi o'rinda tosh qazib olamiz. Playverstagi qo'yib, kirkalar, toporlar yasab olsak, keyin boshqatdan ishga tushaveramiz keyin. Okey, bo'ldi. Endi ishimizni boshlaymiz. Chop. Bo'ldani qazib oldik tosh ham. Endi toshli aslahalar yasab bo'lganmiz. Albatta ko'mirni qaziymiz endi. Okey. Bo'ldi, ko'mirni ham qazib oldik. Endi bu yerdan surish kerak. Avval kech tushib qoldi o'zi. Pechkani qo'yib, go'sht solib, pishirib, qonim ochgan, yeb keyin ketamiz masjidda mehmon bo'lib. Hammasini solib qo'ysamchi. Ko'mirdi. Bo'ldi. Pishishini kutamiz endi. Zombilar yo'q-a? Yo'q. Pishishini kutamiz. Pishdi mana do'stlar. Endi tepaga chiqib bu g'orni tark etamiz. Boshqa g'or qidiramiz. O'zi bu g'or emas. Hoppala, o'la o'xshaydi. O'marlar. Bunisi o'xshaydi. O'la bu ham o'xshaydi. O'marlar. Nimaga olmadsiz mana? Hoppala.
Okey. Bu yoqqa ketamiz endi. Uy, muchgul. Ona enim gel. Bu xo'roq. Kel. Kel. O'zim ukam bu. Kel. O'lib ket. Kirib yurmayman, yonimga kelmoqchi, lekin suv to'sqinchilik qilyapti. Biz unga e'tibor bermaymiz. Biz g'or qidiramiz. Ketdik. Nay. Okey. Zombilar ko'p spam bo'lyapti. Mana yerda g'or bor ekan. Mana shu g'orga tushib ko'ramiz. Zombilar. Palakatlar hammasi. Xo'roqmi? Kim meni orqamdan kelish. Tutol. Böyle. Böküp oldim. Lekin yana asfali bilan pastga tushamiz. Qonim ochib ketdi do'stlar, go'sht yeb olay. Qom. Jonim ham oz. Pastga tushganda zombilar qaynab yotgan bo'ladi. Hoppale. Cho'kib ketdik. Yaxshi. Jonim sekin to'lyapti. Men tepaga ham chiqib oldik do'stlar. Temirlarni olish kerak, lekin bunga vobshe iloji yo'q, chunki zombilar qaynab yotibdi. Bu yerda ham suv bor, men yashinib yurdim, jonim yo'q. Voy, hozir o'lib qolaman. Mashdan qaziymiz. Tez. Bekat endi. Yaxshi do'stlar. Qanday omad bo'laman, tezkor. Bo'ldi do'stlar, chiqib oldik mana jonimizni to'ldirib. Endi temirlarni qazib olamiz. Bo'ldimi? Pechga solin, nima uryapti? Kim? Xo'roqmi? Kim? Suv zombisi bo'lmaydi, jonim bitta qoldi. Mana shu bekitib qo'ymasa ham mana shu yerda chiqib ketadi. Qolganlari ham kelishib oladi. O'zim mayaqdan poylab o'tiribman men, kelmasin deb. Jonim bitta qoldi. Biz uni temirda istab, tezroq pishirib nima qilishimiz kerak? Qalqon yasab olish kerak. Nima kirmayapti pechkaning ichiga? Nima kirmayapti? Qanday? Nima kirmayapti bu? Do'stlar, zombilar juda ham ko'p ekan, lekin men bu yerdan o'tib ketishim kerak. Okey. Xo'roqmi, ke. Mana shu skelet xalaq beradi hamma yo'qqa. Xo'roqmi. Palakat. Bitta shapaloqqa arzimaysan o'zi, yaramaysan. Sen ham mana shu dardingni sochma shu yerda. Hammang men dardingni sochsasan men yonimga kelib. Go'sht yeyishga qo'yish. Ana ko'zing qoraymay o'lgur, keladi men yonimga. Uzoqdan ko'rsa ham kelaveradi anqayib. Xuddi qo'limga o'tish olsam, qo'y bilan mol yugurib keladi, o'shanaqada u ham. O'zi o'ldiraman deb kerilib keladi, lekin o'zi o'lib ketadi. Bularni qani? Qo'rqoq, bitta shapaloqqa arzimaysan o'zi. Temirlar juda ham ko'p, lekin qazishga vashshe nima yo'q. Nima deydi? Yo'l berishmayapti. Go'r so'xtalar. Bitta jonim bor. Biz yana o'lib ketdik do'stlar. Hozirga ko'rgan zombilaring o'ldirib ketdi, so'yib ketdi. Shuning uchun biz yaxshi ham g'orga yaqin shu g'orga ketyapmiz yana. Hoppale. Ana shu g'orga boramiz hozir. Ana shu zombidan alamimni olaman. Qayerdan tushardi? Okey, bo'ldi. Ashdan tushamiz. Yo'q. Do'stlar, yana o'lib ketdik. Nimaga bunaqa omadsizmi? Videoni shunaqa ko'rib o'tiraverasizmi? Like bosib qo'yingmi? Ko'raverib qarab o'tiravermasdan. Tugmachani bosib qo'ying. Qarab o'tirmasdan. Ko'rishga ko'radi, lekin like bosmaydi. Obuna bo'lmaydi. Mashdan sakrab
olmosni olamiz. Okey. Bilay. Olmosni olamiz, yaxshi. Olamiz. Nima chiqmadi? Meni toshim toshli kirkay, men kirkay. Ay, zombini bolasi eng yomon ko'rganim mana shu. Onasidan bir yugurib kelishadi, ona bolalar. O'rgan turgan qo'shildi, voy. Palakatlar. Ke. O'lgilarni kelyapti hamma. Bitta jonimni o'ldiraman, sizlar ko'rdingmi? Yaramaysanlar o'zi. Bitta mushga yaramaysanlar. U ham qarab turibdi. Nima qilyapti o'zim bilmay qoldim, boru. Temirim yo'q. Temirli kirgasi desam, temirim ham bitta. U yetmaydi. Sen ham dardingni mashta soch. Mayalarda temirlar bormikin? Biyalarda ham zombi to'la ya. O'lisha. Okey. Temirlar bormi biyalarda? Hop. Chiq. Yaxshi. Havla. Chiq. Hoppali. Malladis. Polvon. Mashdan temirda olamiz do'stlar. Bo'ldi. Sakrab temirda olamiz endi. Okey. Temirlar olamiz. Biz temirli kirkasi albatta olmoslar qolib ketdi, shu olmoslarni olishimiz kerak edi. Ke. Skelet bo'lmaydi. Biz yana o'ldirib qo'yishdi do'stlar. Arshey. Nirim o'ynayapti boru. Yana mas skeletlar o'la. Ke, skeletlar meni. Voy xoromlar. 4 kishi, 3 kishi bo'lib tashlanishdi. Bir kishi uyalmaydi, men betlar ulardi. Skeletda bet bo'larmi? Yaxshi, qochish kerak, bularga ahamiyat bermash kerak. Chunki bular go'r so'xta. Ke. 2 kishi birga bo'lib kelishaveradi. Uyalishmay, 2 kishiga bir kishi ushbu qo'yishaveradi. Voy, o'laman men naslan. Yaxshi o'lmadim. Yana o'ldim do'stlar. Achchig'im keltirishyapti. Yomon nerim o'ynayapti bor do'stlar. Yomon achchig'im kelyapti. Haromlar davsida olmos ham yo'qolib qoladi hozir. Mashalarda meni peshonam sho'rpa shana qilgan. Sho'rpa shana qilayotganlar shularda. Bile. Tepasiga ham chiqib ko'rish kerak. Bab olmosi yo'q-ku, lekin umid bor. Yaxshi. Bo'ldi, endi chiqamiz. Mashdagi olmosni olamiz. Chiqay. Okey. Mana shu eshikni suvni ichiga qo'ysangiz, eshik orqali nafas olasiz do'stlar. Mana shu ham yaxshi mod ekan lekin. Suv tagida bemalol. Boshqa yonbiyalarda yo'q. Bo'ldi, endi eshikni olib ketaveramiz. Hozirgi olmosni olgani. Sekin astalik bilan tushamiz. Hoppali. Bo'ldi. Mana shu tepadagi olmosni olaman deb o'lib ketdim men hozir. Haromi kelib o'ldirib ketdi. Haromi. Bo'ldi do'stlar. Shu olmosda ham bo'ldi mana do'stlar. Biz keyingi videoda xudo xolasa to'liq olmos set qilamiz. Xudo xolasa bu videoda bo'lmadi. Hammaga bay bay. Obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar.